Assalomu alaykum. Bugun arab tili grammatikasidan 4-darsni boshlaymiz. Zalika demak u degan ma'noni anglatadi. Ma zalika u nima? Man zalika u kim? Ma zalika zalika najmun u yulduz. Hada masjidun va zalika baytun bu masjid va u uy. Hada hisanun va zalika himarun bu ot va u eshak. Azalika kalbun u itmi deb so'rashsa la zalika qittun deb javob beramiz. Yo'q, u mushuk. Ma zalika u nima? Zalika sarirun u karavot. Bularni ko'rib yodlab chiqasizlar iloji bo'lsa. Man hada va man zalika u kim va bu kim? من ذلك ومن ذلك هذا مدرس وذلك إمام bu o'qituvchi va u imom. ما ذلك u nima? ذلك حجر u tosh. هذا سكر وذلك لبن bu shakar va u sut. Bularni yodlab ko'rib chiqasizlar.